tasbihni barmog'imizni uchi bilan sanashligimizni foydasini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib beradilarki, ertaga qiyomat kuni bo'lganida barmog'ingdan so'ralasan deyaptilar. Barmog'imizdan so'raladi. Butun tanaviy a'zomiz ertaga guvohlikka keltiriladi. Barmog'ining har bir bo'g'inlari ham ertaga qiyomatda uni guvohlik keltiradi. Ey Robbim, albatta egam men bilan senga tasbih aytgandi, senga tahlil aytgandi, senga taqdis aytgandi deb qo'limizning hamma beshala barmog'i ham, undagi bo'g'inlari ham hattoki javob berar ekan. Albatta bu aytganimdek, tasbih ham aytavering, elektron tasbihlarni ham ishlatavering. Lekin kim yoningizda o'tirib, qo'lini barmoqlarini ishlatayotgan bo'lsalar, unga noto'g'ri qarash qilmang. Bir xillar noto'g'ri qarash qilayotgan ekan. Bunaqa ish qilmang. Bu noto'g'ri tasbih ishlatayotgan ekanlar. Qaytanga uni ishi to'g'riroq. Ertaga bo'g'inlari ham qiyomatda uni foydasiga o'tadi.